O'zi nimaga kollagen ichilishi shart? Nimaga o'zi kerak bizga kollagen? Kollagen bu sizni yoshartiruvchi eliksir молодости hisoblanadi. Agar siz kosmetologik protseduralar olsangiz, undan keyin ham kollagen ichsangiz effekti 2 baravar zo'r bo'ladi. Ya'ni yuzingizga kosmetologga borib nimadirlar qilib keldingiz yoki sizda varikoz bor. Varikozingizni tomirlari avjiga olyapti. Aynan shu narsalarni ko'paymasligi va avjiga olmasligi uchun juda ham zo'r yordamchi. Qon tomirlaringiz uchun va tirnoqlarga, sochlarga, tirnoqlaringiz mo'rt bo'lsa, sinuvchan bo'lsa, shlak, har xil manikyurlardan keyin yokida sochlaringiz to'kilaversa, o'smasa, mana bir xillarnikida shunaqa problema bo'ladi. Bo'g'imlaringiz og'risa, suyaklaringiz shiqirlasa, sizga aynan shu bizani yangi chiqqan mahsulotimiz kerak. %100 suv va havodek zarur bo'ladi. Mazasi ham zo'r. Oldingi kollagenimizda qizil mazasi edi, hozirgisi